Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan xonadon uchun yig'ilgan elektroshit hamda unga o'rnatilgan himoya vositalari va ularning vazifalari hamda ulanish tartibi haqida tanishamiz. Let's go. Dastlab barchamiz bilgan elektr hisoblagich, ya'ni счетчик. Счетчикka faza kiryapti hamda faza chiqyapti, 0 kiryapti hamda 0 chiqyapti va glavniy avtomatimizga kelyapti. Glavniy avtomatimizning vazifasi nima? Xonadonimizga kirib keladigan elektr tokining bo'g'ini hisoblanadi. Agar xonadonimizda elektr tokini hamma joyda o'chirishni istasak, glavniy avtomatdan foydalanamiz. Glavniy avtomatdan chiqyapti va uzo avtomatiga kelyapti. Uzo avtomati vazifasi nima? Bu asosan elektr toki urishidan himoya qiluvchi qurilma. Ya'ni qo'limiz ochiq kabelga yoki yosh bolalar rezitkaga qo'lini tiqishi mumkin. Bunday holatda ularni to'kiradi. Mana shunday holatni uzo avtomatimiz darhol sezadi va millisekundlarda o'chiradi. Uzodan chiqadi va relay напряжениyaga kiradi. Relay напряжение qurilmamizning vazifasi nima? Bu tarmoqda kuchlanish keragidan oshib ketganda yoki belgilangan me'yordan tushib ketganda o'chiruvchi qurilma. Asosan bu xonadonimizdagi uydagi elektr jihozlarni kuyishidan himoya qiladi. Misol uchun bunga o'zi buni nastroykasidan to'g'rilasa bo'ladi. Maksimal 230 volt, minimum 100 volt qilib belgilasak, agar kuchlanishimiz 230 voltdan oshib ketganda yoki minimum 100 voltdan tushib ketganda bu avtomatik o'chiradigan qurilma va relay напряжениямizdan chiqyapti va har bir xonadon uchun alohida borgan avtomatlarga boryapti.